Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Sizlarni kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yil sizlarga tinchlik, baxt va farovonlik olib kelsin. Har bir kuningiz quvonchga to'lsin. Ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Ushbu yilda sizni yanada ko'proq hurmat va e'tibor bilan yodga olamiz. Chunki sizlarning sabringiz va mehnatingiz tufayli bizning kelajak avlodimiz tarbiyalanib, ulug'vor orzular sari intilmoqda. Sizlar yillar davomida yoshlarga bilim berib, ularni hayotga, to'g'ri yo'lga solib kelmoqdasiz. Sizlarning kuchingiz va mehr-muhabbatingiz uchun minnatdormiz. Kelayotgan yil siz uchun yangi yutuqlar, yangi imkoniyatlar yili bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik va farovonlik tilayman. Har bir kuningiz qutlug' va barakali bo'lsin. Sizning bilimlaringiz va tajribangiz bilan bizga yo'l ko'rsatayotganingiz uchun yana bir bor tashakkur aytaman. Yangi yil muborak bo'lsin, aziz ustozlar.